Allohim, meni go'zal Robbim, seni 99 isming bilan so'raymiz. Sen bandalaringga men yaqindurman degan zotsan. Baqara surasidagi oyatning nuri bilan huzuringga keldik, Robbim. Eshigingdan qaytarmaydigan, ovozimizni eshitadigan, ichimizdagini biladigan zotsan, Robbim. Biz ba'zan o'zimizni yo'qotib qo'yamiz, ammo sen bandangga shoh tomirdan ham yaqin ekaningni aytding. Ey qalblarni qo'llarda tutgan Allohim, ichimizdagi hech kim bilmaydigan yaralarni ham sen shifo ber. Allohim, ba'zan duolar kechikyapti deb qo'rqamiz. Ba'zan yo'llar uzoq tuyuladi deb, ba'zan tun hech tugamaydigandek bo'ladi. Ammo sen menga duo qilinglar, men sizlarga javob beraman deding. Biz ham umid bilan eshigingga keldik, Robbim. Bizga kutmagan eshiklarni och. Singan qalblarimizni rahmating bilan to'ldir. Amin. Ajmain.